sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salotu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Ma'ruzalar kanali muxlislari. Men sizlarni hamda ahli oilalaringizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan muborakbod etaman. Alloh taolo sizlarni bu oyda qiynalib tutgan ro'zalaringiz, uxlamay ado etgan ibodatlaringiz, berilib o'qigan Qur'on tilovatlaringiz, ixlos bilan ado etgan xayr ehsonlaringizni dargohida qabul qilsin. Xato kamchiliklarni Alloh taolo o'zi mag'firat etsin, afv etsin. Alloh taolo bu ummatimizdan boshiga tushib turgan musibatlarni ko'tarsin. Xursandchiligini, izzati, shon shavkatini yana Alloh taolo avvalgidan-da yaxshiroq qilib qaytarsin. Biz musulmonlarni ham o'shanga loyiq bo'ladigan bandalardan qilsin.